Yo, WhatsApp obunachilar, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Bolalar, uzr, video anchadan beri chiqmadi. Sababi meni akkauntim berib yubordim kimgadir. Yo'q, esimda yo'q, akkauntimni berib yubordim do'stlar, eskisini. Mana yangisini o'tkazdim. Как раз sizlar uchun ham mod topib qo'yganman, cho'tib yig'ib. Telegram kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar do'stlar. Va bugun sizlar bilan kanalda Crash Kamoliddin. Короче, obunachilar, men ancha vaqt bo'lmadim. Chunki problemalar bo'ldi. Hozirda shortslarda videolar chiqardim. Shortslarni ko'rganlarga katta rahmat. Mana do'stlar, shuncha vaqtdan keyin biz Car Simulatorda yangi obnovani obzorini chiqaryapmiz. Obnovani tortish qiyin bo'ldi men uchun. Kompyuter enasini ko'radi deb telefonda o'ynayapman o'shanga obunachilar. Bizda yangi narsa obnovani birinchi bo'lib ko'rib chiqadigan bo'lsa, obunachilar bitta gap aytmoqchiman. Bilaman, ko'pchilik obuna bo'lmagan. Obunani bosib qo'ysalaring like bilan. Yangicha challenge ketyapti obunachilar. Qachonki sizlar kommentariyalarga savollar berasizlar, men o'sha savollarga javob beraman. 10 tacha savol yig'ilib qolsa video ko'ramiz do'stlar. O'sha savollarga javob beraman hammani polniy oldida. Katta rahmat, menga 60 tadan ko'p obunachi yig'ib berdilaring. 60 tadan ko'p obunachi yig'ib berdilaring. Shunga endi davay 100 ga boramiz obunachilar. Men sizlarga ishonaman, tezda 100 ta bo'lsa, hammasi chotki chekib ketadi. Tayyormasam men yangi shaharga borib olay, o'shda sinamiz. Mana obunachilar biz ham kelib oldik. Bizda birinchi sinadigan narsa bu eshichu. Interfeysga yangi narsalar qo'shilibdi do'stlar. Mana maytda o'rtadagini olib tashlasa bo'ladi. Mana bemalol telefondagilar yodlab olsa, mana berkin macha ochman kartani bekitib olaveramiz endi. Mana obunachilar, xuddi bu kompyuterda o'ynayotgandek men. Mana obunachilar. Men yodlab olganman panelda, o'shanga do'stlar men bemalol o'ynayveraman. Sizlarni bilmayman, mana. Короче, mazza ekan do'stlar. Bo'ldi. Bundan buyog'iga shunday qilib o'ynayman. Meni kompyuterda o'ynayapti deb o'ylashlaringcha. Obunachilar, bizga telefon kompyuterman muhim emas bu. Yesichu, Telegram kanalida otini bilmaydiganlar bo'lsa, videoda nomini bossalaring, oxirigacha to'lib chiqadi. Crash Channel deb ham yozsalaring chiqadi. Faqat qo'shib yozib qo'ymanglar, ajratib yozinglar. Xo'pmi? Do'stlar, mana shu obnovamizdagi yangi birinchi narsa. Ikkinchi narsa bo'lsa, mana dedi. Mana. Bunaqa belgichalar bor ekan do'stlar. Mana bunaqa belgichalarni ko'ryapsizlarmi? Hozir to'xtaladi do'stlar. Ovozni pasaytirib, o'yinning ovozini ko'taramiz ekan, nabarot. O'yinning ovozini ko'tardim do'stlar. Endi davay, hozir mana bu narsani ko'rdilaring sizlar. Mana do'stlar, bunaqa belgichalar hamma uy yashagan narsalarda bor bu belgi endi. Bo'ldi ana do'stlar, shu ikkinchi obnovadagi yangi qo'shilgan obnova uchun katta bas ekan, mazza qilib o'ynaydigan. Kstati, ekranda hozir ko'rib turibsizlar do'stlar. Ashla garajlar ham o'yinga qo'shilishi mumkin yozgi obnovada. Bu narsani bu garajlarda biz tanlashimiz mumkin. Bundan faqat bitta emas, nechtadir ham bo'lar ekan. Ikkitachami, uchtachami bo'lar ekan. Do'stlar, bilsalaring, keyin shu narsani qo'shishar ekanki, diskani, ichidagisini, shinasini bo'yashdi. Qo'shsa yaxshi bo'lardi. Mana ekranlaringda chiqib ketyapti do'stlar, o'sha obnovada paydo bo'ladigan narsalar. Даже tormozni qizishini ham qo'shishar ekan do'stlar. Yetti garajda olish istasalaring, topishlaring kerak shaharda. Shunday qilib keyin garajda almashtirib qo'ysalaring bo'laverar ekan. Xo'sh. Mana shunday bosib ketakni bitta to'xtasa qizil bo'lib qolar ekan. Xullas shunaqa narsa. Shunaqa tormoz qo'shishar ekan. Shunday. はだ、もうなちだしんでなさらこしゃるけん。
Bizlarda keyingi narsa bu atela telefonda ovozini ko'targanim yo'q do'stlar hozir. Hozir obunachilar bir yo'la ovozini baland qilaman. Chirik. Hozir telefonda ovozini ko'taramiz obunachilar va tekshirib ko'ramiz. Keyingisi bu avariya chiroqlarida ovoz deydi do'stlar. Hozir sinab ko'ramiz. Mana do'stlar ovozini ham eshitdilar. Bu 3-chi obnovada. To'g'ri, obnovadagi 3-chi narsa do'stlar. Xo'sh, bizlarda keyingisi bu bilasizlar, trassada qaqqa yurishda odam adashib qoladi. Shularni to'g'rilagani, boshqa o'yinlarda qaqab strelkalar qo'yishdi. Strelkalar qo'yishdi. Strelkalar qo'yishgan ekan. Hozir men spitani topib oldim. Partlarda topsam chaqiraman. Mana obunachilar, mana shu narsani aytibdi masalan, hozir. Davay. Donatorlari. Do'stlar, menga dana poshtalar qo'yishdi. Mayli, bizga hozir yo'raveramiz. Yo'qoram, shamersi desa. Do'stlar, keraklar yo'l chekkalar. Assalomu alaykum. Do'stlar. Yana urilganimizda anaqa sekinlashyapti do'stlar. Qaranglar, hozir qattiqroq uriladi qaqadir. Mana ko'rdinglarmi do'stlar, slow-mo bo'lyapti. Hozir pistola urib ko'raman sizlar uchun. Mana do'stlar, sekinlashyapti. Mashina sanikidan zo'r. Xullas do'stlar, mana shu obnovada sizlarga bitta qiziqtiradigan narsa, to'g'ri, meni qiziqtiradigan narsa qani ko'ramiz. Kim qanday savollar berar ekan? Xullas, savol qancha ko'p bo'lsalar, obunachilar. Shunchalik ko'p, shunchalik tez biz videoni chiqaramiz. Savollar haqidagina. Sizlar savollaringga javob beraman, sizlarni nima aytib o'tgaman, keyin ham obuna ham kanallaringga obuna bo'lib, har bir videolaringga like bosib, kommentariy yozib chiqaman. Shuning uchun savollarni yozib ketinglar do'stlar, videolarni kommentariyalarda. Obuna va like esdan chiqarish yo'q. Sizlar bilan bugunga kirish o'zida bo'ldi. Unaqa hammaga xayr, sog' va omon bo'linglar.